Sizlar uchun dedimda bir stakan fantani urib yubordim. Shuncha qilgan ovqatlari kamlikda hozir maslarga yana bitta narsa pishirib beraman deb qolsa bo'ladimi duganam? Jannatim duganam bizga ovqat qilish g'amida mana shu video olish bilan. Вообще shedevr narsa pishirib bersa bormi? To'g'ri retsept chiqarishimga to'g'ri keladi. Lavashni ustiga xom kurini farshni surkab chiqdi-da, salgina sariyog' bilan mana shunaqa qovurib olgandan keyin ustiga sir soldi. Sir salgina cho'zilib, erib boshlagandan keyin sразу же buyoqqa olar ekanda salat bargini ustiga qo'yib chiqar ekan. Maksimum 20 minut vaqtingizni olishi mumkin, lekin shunaqa sitniy, полезный narsa ekan. Shuni o'zini yesak kerak desam, yo'q, duganam yana davom etib bodring pomidorlarni ingichka qilib kesib chiqdi. Men o'zimda rosa shirin ovqatlar qilaman ekan desam, duganam mendan o'tar ekan. O'zimizni bog'dan o'zbekskiy pomidorlarni shunaqa kesib chiqqandan keyin lavashni qayirib, kesib dasturxonga tortamiz ekan. Menga o'xshagan yeyamonlar bo'lsa, mazza qilasizlar. Nechtasizlar mana shu desertni tayyorlab ko'rsatib beraman. Buni ham retseptini toza zapis qilib oldim-da. Duganam aytinglar, har kuni chaqirsin uyga mehmonga. Sizlar yozsalaringiz baribir o'qiydi. Ikkita qizimni ham yetalab olib keldim bir kami. Farel, kartoshka, qizil bolgarskiyni solgan ekan. Bay, yashagim kelib ketadi bor-ku. Dietam bir joyga kiradigan bo'lsa, birotola kirsin dedimda, fantani ham qiyin dedi. Duganam shunaqa chiroyli qilib kutib olishini bilganimda, ikki ovqat yemasdan kelgan bo'lardim. Bu desert lekin PP desert ekan. Ichi to'la belok. Даже shakar ham solinmagan. Обязательно retsept kerak bo'lsa yozinglar, retsept deb. Biz esa qorinlarni to'ydirib, bolalar bilan mazza qilib, avtobus metro qilib uyga yetib oldik.